Mash kamandagi meni taklif qilgan ukam bor, bir 25 yildan beri taniyman. Tanish biluvchilik bo'lib. Men ulug'bek. Bu yigit Men ulug'bek. 10 yillik o'yinini taqqosladi. Boshqa o'ynagan paytda gollari shunaqa. Lekin keyingi paytda ham qo'yib bersanglar, Halol gap yo'q. Yosh kun bo'lsa. Choyxona olib ketdim shularga. Gap yo'q lekin. Gap yo'q. Halol bo'ldi. Yana bitta komandamiz jon kuyari. Yaqin bo'lyapti shundoq. Jon kuydirib yuribdi. Himoya sal chetroq. Qadr keling. Men oltin men. Mana o'ydirlar. Qo'yga. Qanaqa ketdi? Oxirida 100% oldi. Endi o'shaning uchun yigitlar, bu yog'iga harakat qilamiz. Yana bitta priz o'ylab qo'ydik. Mana Toshkentda Bahodir aka priz qilamiz. U eng katta priz bo'ladi. Zolotoy мяшdan ham katta, ana unaqa beradigan komanda uchun beriladi. Ichida anaqasi bo'ladi. Mukofot puli bo'ladi. O'shancha oldinda hammasi. Xudo xolisa oltin ko'p to'lani sizlar ketma-ket olasizlar. Mana kattalar o'sha biza ana zairshayni qolamiz kattalarnikini. Xudo xolisa bu yog'iga endi yoshlarga Duo qilib qo'ying Abdulla aka. Ilohim. Alhamdulillah. Allohim shukrlik yetkazganingga o'zingga behisob shukronalar. Bergan ne'matlaringga behisob shukronalar. Hammamiz tanimiz sog' bo'lsin. Hammamiz qo'shganlarimiz bilan qo'sha qaraylik. Farzandlarimizni rohatini, baxtini, omonini ko'rib yuraylik. Ulanmagan ukamiz bor. Yaxshi joylardan ato qilsin. To'ylarda hammamiz birgalikda xizmat qilishni Allohim nasibini o'zi aylasin. Ishlab topgan pullarimizni faqat yaxshiliklarga, yaxshi kunlarga, yaxshi to'ylarga buyurtirsin Alloh. Hammamizni dilimizdagi, tilimizdagi yaxshi niyatlarga Allohim o'zi yetkazsin. Birligimiz yo'qolmasin. Bir-birimizga hurmat, bir-birimizga oqibat yana kuchayversin. Va sallallohu taala ala xayril xalqi Muhammad va ala alihi ashabihi. Alloh.